8. bob. Shu kunlarning birida yana nurg'un xaloyiq yig'ilgan edi. Ularning yeydig'ini bo'lmaganligi uchun Hazrati Ayso shogirdlarini yeniga chaqirib, "Bu xaloyiqqa ichim og'riydi. Ular 3 kundan beri yenimdan ketmadi. Yeydigan bir narsasimi qolmadi. Ularni uylariga osh qo'ysak qaytursam, yo'lda yiqilib qilishi mumkin. Uning ustiga ba'zilari yiroq yerlardan kelgan ekan", dedi. Shogirdlari buningga javoban, "Bunda xilvat bir yerda bunchavala kishini to'ydig'idek nonni nerdan topilib bo'lsin?" deyishdi. "Qancha neninglar bor?" deb so'radi Hazrati Ayso. "7" deyishdi ular. Buning bilan Hazrati Ayso xaloyiqni 7 o'tirishga buyurdi. Ondan 7 nonni qo'lga oldi va Xudoga shukr etib o'shtib, ko'pchilikka taqtib berish uchun shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Shogirdlarda yana bir qancha kichik beliqmi bor edi. Hazrati Ayso ular uchunmi Xudoga shukr etib, shogirdlarga ularni taqtishni aytdi. Hammaylar yeb to'ygandan keyin shogirdlar yeyib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. U yerda 4000 kishi bor edi. Hazrati Ayso ularni yo'lga solgandan keyin shogirdlar bilan birga darhol kemaga tushib, Dalmanut rayoniga ketdi. Parislar kelib, Hazrati Ayso bilan munoziralashishga boshladi. Ular Hazrati Aysoning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi. Hazrati Ayso cho'nqur bir ulug' kichiktinib, "Bu zamonning odamlari nima uchun karomat ko'rsat deb turdig'andi? Bilib qo'yinglarki, ularga ko'rsatilgan karomat yo'q", dedi. Ondan ulardan ayrilib, yana kemaga o'tirib, ko'lning u qetiga o'tib ketdi. Shogirdlar non ilishni unutgan bo'lib, kemda bir nondan boshqa yemak yo'q edi. Hazrati Ayso ularni ogohlantirib, "Hoşyar bo'linglar. Parislar bilan Herod xonning ishqisidan ehtiyot qilinglar", dedi. Shogirdlar bir-biriga, "Non akamaganimiz uchun shundoq davotsi kerak", deyishdi. Ularning nima deyishayotganligini bilgan Hazrati Ayso ulardan, "Sizlar nima uchun non akamaginglar to'g'risida so'zlashsizlar? Texchi tushunmayapsizlar. Sizlar texchi bexudmi? Ko'zinglar turib ko'mayapsizlar. Qulog'inglar turib olmayapsizlar. Esinglarda yo'qmi? 5 nonni 5000 kishiga ulashtirgunimda, yeyib qolgan non parchalarini qancha sivatga yig'ib olgan edinglar?" deb so'radi. 12 sivatga, deyishdi ular. 7 nonni 4000 kishiga ulashtirgunimda, yeyib qolgan nonlarni qancha sivatga yig'ib olgan edinglar? dedi Hazrati Ayso. 7 sivatga, deyishdi ular. Hazrati Ayso ularga, "Undaqda yana tushunmadinglarmi?" dedi. Hazrati Ayso bilan shogirdlari Betsayda yesiga keldi. U yerda kishilar Hazrati Aysoning oldiga bir ko'r odamni elib kelib, uning qo'lini tekkizib, saqaytib qo'yishni o'tindi. Hazrati Ayso ko'r odamning qo'lidan yetilab, yezning sirti elib bordi va uning ko'zlariga tukirib, qo'llarini tekkizib, "Bir narsa ko'ryapsan?" deb so'radi. U odam beshini ko'tarib, "Kishilarni ko'ryapman. Biroq ular xuddi menib yuradigan daraxtlarda ko'rinyapti", dedi. Ondan Hazrati Ayso qo'llarini u odamning ko'zlariga yana bir qitim tekkizdi. Shuning bilan uning ko'zlari ichilib, hamma narsani aniq ko'rdi. Hazrati Ayso bu ishni hech kimning uqmasligi uchun uni uyga qaytarish oldida uningga, "Uyga qaytish yo'lingda yezg'i kirma", deb topildi. Hazrati Ayso shogird bilan birga Filip Qaysariyasi degan rayonga qarashliq yezlarga bordi. U yo'lda shogirdlaridan, "Kishilar meni kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Shogirdlari uningga, "Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo, ba'zilar İlyos payg'ambar va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri deb biladi ekan", deb javob berishdi.
Hazreti İsa yana ulardan, "Sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar?" deb so'radi. "Siz qutqizg'uchi Masih ekansiz", deb javob berdi Petrus. Hazreti İsa ularga bu haqda hech kimga tinmaslikni topiladi. Ondan Hazreti İsa inson o'g'lining nurg'un azob oqibat tortishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari tarafidan rad qilinishi, o'ltirilishi va 3 kundan keyin tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshladi. U buni shogirdlarga ochiq oshkora so'zildi. Buning bilan Petrus Hazreti İsa'ni bir chekka tortib, Masihning beshiga bundaq kelishmasliklarning kamaydiganligini aytib, uni aybladi. Lekin Hazreti İsa burilib, shogirdlarga qaradi va Petrusni ayblab, "Yo'qol ko'zimdan, shaytondek so'zlayapsan. O'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir", dedi. Ondan u shogird bilan birga xaloyiqni chaqirib mundaq dedi: "Kimda kim menga ergishishni xolisa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib menga ergashsin. Chunki o'zi 3 yil yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, men va xushxabar uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bir odam butun dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikqa erishkili bo'lsin?" Bu zamonning vafosiz va gunohkor kishilari oldida kimda kim mendan va mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, otamning shon sharfi ichida muqaddas farishtalar bilan birga qaytib kelganimda uningdan nomus qilaman.